Canlar, size bilan yana tajribalar ko'rish boshlaymiz. Demak, hozir mana bu yerda demak ikkinchi nimani ko'rsatib o'tamiz. Demak, motorning ishlashini. Demak, buning uchun bizga nima? Ulash simlari, kalit, motor hamda tok manbai kerak bo'ladi. Demak, biz nima qilamiz mana? Kalitni tok manbaiga uladik. Undan keyin nima qilamiz? Kalitni ikkinchi uchini ulaymiz. Hozir hamda mana buni nima qilamiz? Qisib qo'yamiz. Ulaymiz. Mana buni nima qilamiz? Mana bu joyga o'rnatamiz. Hamda nima qilamiz? Tok manbaini qo'shamiz kalitga. Demak, shamol qilyapti. Yaqindan ko'rsatamiz. Qarar ko'rdingmi? Ishlashini. Mana buni bossak nima qiladi? O'chadi. Yana bossak? Yonadi. Yonadi. Ana bitta o'chib yoqinglarchi. Qattiq qilsamiz. Bas. Qarar kesing ham. Demak, oddiygina nima qilsak bo'lar ekan? Bajarib ko'rsak bo'ladi. Faqat ulab bo'lganimizdan keyin mana bularni nima qilib qo'yishimiz kerak? Albatta uzib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xavfsiz bo'lish uchun batareykalarni ham nima qilib qo'yishimiz kerak? Chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar simlar tegib ketsa, xavfli hodisalar keltirib chiqarish mumkin. Bolajonlar biz nima qilamiz? Xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.